Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bu men sizlar bilan Crazy Gaming and Playing. Hozir biz sizlar bilan hardcore o'ynaymiz. To'g'ri jonim hardcore bo'lmasligi mumkin, lekin hardga qo'ydim. 1.19-versiyada hardcore yo'q ekan afsuski. Bir hardcore merda 3 kun yashaymiz. Birinchi navbatda biz daraxt chopib olishimiz kerak. Chunki daraxt eng kerakli buyum. Birinchi daraxtdan crafting table, ya'ni versak yasab olamiz. Bizda daraxt bor. Ana endi hammasini taxtaga aylantirib olamiz va bitta verstak, bitta chop va bitta kirga ili bolta. Bitta kirga bor va bitta bolta ham bor. Hozir biz birinchi tosh qazib olamiz va qolganlar ko'rasizlar deydi. Biz oldin rang olib olishimiz kerak, chunki har xil qo'y chiqib qolishi mumkin. Har xil junli qo'y, albatta. Har xil qo'y ana tosh keldi va buni tezgina granit. Oh no. Shit. Aktivga chiqamiz. Va toshni ko'pgina olamiz. Minecraft dunyodagi eng mashhur o'yinlardan biri va Minecraftni Notch yaratgan. U Notch nomi bilan dunyoga tanilgan, lekin uning asl ismi boshqacha. Minecraft 2010 yillarda yaratilgan. Va shu kirga tugaguncha sindiramiz. Salkam bir stak bo'ladi menimcha, albatta. Va o'rtoqlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz dekabrgacha bir mingta bo'lishimiz kerak. Agar biron bir video chiqarmoqchi, biron bir video o'yinga qiziqish bildirsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin aniq internetli o'yinlarda bajarmayman, chunki menda internet mavjud emas. Shu yetarli deb o'ylayman. O'zi kirgan sinib qolibdi, endi sindirib qo'yaylik oxirigacha. Mana sin. Vaytda qolib ketdi darmaydi. Mayli. Endi biz loy qo'yib chiqamizmi shunda? Endi biz toshdan aslahalarni yasab olamiz. Va biz ko'proq cho'pak va bolta ili kirka. Ana bo'ldi. Endi biz oziq-ovqat to'plab olishimiz kerak va undan keyin
to'g'ridan to'g'ri shaharga kirib ketamiz. Ana joyi. Yo'lda bir ikkita daraxtlarni ham kesib ketamiz, chopib ketamiz. Qani qo'y. Qani mana bu yerda yanada bo'lish kerak, adashmasam. Bilmadim. Ha, yo'q ekan. Keyin esa ketvoradi duganiga qarab. Biz hozir ana ko'proq ovqat topishimiz kerak. Chunki bu eng dolzarb muammolardan biri. U qo'y. Yana bir dona atiga kravat yasash uchun. Yana bir dona qo'y atiga. Atiga bir dona. Yana bir dona qo'y. Ana bor ekan shuni. Ana joy. Perfect. Endi biz ana yana bitta qo'y. Aha. Ajoyib. Yo'q, cho'chqaning go'shtini yemaymiz. Bu harom. Musulmonlar uchun. Yani endi biz nima qilamiz? To'xta. Ana endi biz menimcha olmos qidiramiz. Menimcha ovqat yetarli. Da ketdik. Aha. Pastga qarab ketamiz. Mazina granit chiqadi, asab ketdi. Ana aytdim. Chiq. Yes, boshqa yoqqa ketish kerak endi. Voy. Men qazgan joydan chiqadi. Shu suv. Qani endi qorong'i bu yoq faqat. Yana suv. Wow. Ajoyib. Nafas. Juda sekin sindiradi. Nafas ol. Mana. Hech narsa ko'rmayapti. Temir ko'rdim hozir.
Ishqilib zombi bo'lmasa bo'ldi. Endi nima qilaman? Odamni siqib ko'radilar. Olmos topdik. Yok. Vay. Muhim olmos topdik. Olmagan bo'lsa ham. Hammayli. Hammaga video shu joygacha ko'rganinglar uchun rahmat. Kanalga like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Crazy Gaming and Drawing bo'ldi. Hammaga xayr.